Bemorlarimizdan savol tushgan. Azospermiya bilan kasallangan bemorlar tabiiy homiladorlikka erishishi mumkinmi? Ha, mumkin. Qachonki hamma ko'rsatkichlar norma bo'lsa, gormonlari, moyaklar hajmi va o'sha urug' olib chiquvchi yo'ldagi nuqson aynan proksimal yoki distalniy qismda bo'lsa, qaysi masalan tuxumga yaqin bo'lsa, tuxumdan chiqishda torayma bo'lsa, o'sha toraymani olib tashlanadi va sog'lom joyiga ulash amaliyotidan keyin urug'lar chiqishi mumkin bo'ladi, tabiiy. Undan tashqari proksimal qism, ya'ni distal qismda, ya'ni prostata bezida urug' do'mboqchasi bor, ya'ni urug' chiqadigan teshikcha bor. O'sha teshikcha yopilib qolishi natijasida urug' tashqariga chiqmayotgan bo'lsa, uni ham endoskopik usulda ochish amaliyotini qilamiz va urug'lar tabiiy eyakulyatda chiqishi mumkin va tabiiy homiladorlikka erishishi mumkin. Uni ham qator tekshiruvlar va ko'rsatmalari bor. Bu haqda to'liqroq ma'lumot YouTube kanalimizga joylab boramiz. Kuzatib boringlar. Hammaga manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar.